Qo'shni maslahat berdi, quloq og'riganda yog' tomizish kerak. Shunga nima deysiz? Qulog'im og'riganda yog' tomizsam bo'laveradimi? Xo'p, quloqqa yog' tomizishlikni mumkin bo'lgan holatlar va mumkin bo'lmagan holatlar bor. Endi men sizga mumkin bo'lmagan holatlarni tushuntiraman. Bulardan birinchisi quloqda teshik bo'lsa, ya'ni perforatsiya bo'lsa, quloqqa yog' tomizgan paytda yog' o'rta quloqqa o'tib qoladida, kasallikni yana ham zo'rayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi quloqda zamburug' bo'lsa, ya'ni atomikoz kasalligida yog' zamburug'ga juda ham zo'r ozuqa hisoblanadi. Yana ham kuchli ko'payib, yana ham kasallikni zo'rayishiga sabab bo'ladi. Keyingi holat quloqda yiring yoki suyuqlik bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham quloqqa yog' tomizish tavsiya qilinmaydi, chunki yog' tomizilganda yiringda yoki suyuqlikni o'rta quloqdan chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi va natijada kasallik yana ham kuchayishiga sabab bo'ladi. Keyingisi quloqda inarodniy tela, ya'ni boshqa yod moddalar, paxta yoki boshqa yod moddalar bo'ladigan bo'lsa, bunda ham yog' tomizish ko'pincha tavsiya qilinmaydi. Sababi yog' shu yod moddani ichkariga surib qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizga ham tanishlaringiz shunday tavsiyalar berayotgan bo'lsa, albatta lor shifokori bilan maslahat qiling. Bu videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang.